Yosharmoqchi bo'lsangiz qovoq yeng, qarimoqchi bo'lsangiz shirin tortlar. Yosharmoqchi bo'lsangiz qulupna yeng, qarimoqchi bo'lsangiz shirin sutli kokteyllar. Yosharmoqchi bo'lsangiz zaytun yog'i, qarimoqchi bo'lsangiz o'simlik yog'i. Yosharmoqchi bo'lsangiz chiya urug'i, qarimoqchi bo'lsangiz sho'r sneklar. Yosharmoqchi bo'lsangiz imbirli choy, qarimoqchi bo'lsangiz shakarli choy. Doim yosharib yurishni xohlasangiz menga obuna bo'ling. Yosharmoqchi bo'lsangiz sabzi yeng, qarimoqchi bo'lsangiz kartoshka fri. Yosharmoqchi bo'lsangiz anor, qarimoqchi bo'lsangiz muzqaymoq. Yosharaman desangiz karam yeng, qarimoqchi bo'lsangiz konservalar. Yosharmoqchi bo'lsangiz kivi yeng, qarimoqchi bo'lsangiz ketchup va mayonez. Yosh ko'rinaman desangiz ovqatga kurkuma qo'shing. Qari ko'rinmoqchi bo'lsangiz rolton priprava. Har doim yosh ko'rinishni xohlasangiz menga obuna bo'ling. Yosharmoqchi bo'lsangiz ko'k choy iching, qarimoqchi bo'lsangiz shirin gazirovkalar. Yosharmoqchi bo'lsangiz limonli suv, qarimoqchi bo'lsangiz energetiklar. Yosharaman desangiz yong'oqlardan yeng, qarimoqchi bo'lsangiz shakar. Yosharmoqchi bo'lsangiz lasos yeng, qarimoqchi bo'lsangiz oq non. Yosh ko'rinaman desangiz chernika, qari ko'rinaman desangiz kolbasa. Har doim Agar uzoq umr ko'rishni xohlasangiz, bu mahsulotlarni sotib olmang. Birinchisi shakarli gazirovkalar, ikkinchisi kolbasa va sosiskalar, uchinchisi tez tayyorlanadigan lapshalar, to'rtinchisi chips va suxariklar, beshinchisi ketchup, mayonez va boshqa ta'm kuchaytiruvchilar. Bu mahsulotlar yashirin xavf tug'diradi. Ularning tarkibida konservantlar, shakar, trans yog'lar va nafaqat tanani, balki miyani ham buzadigan kimyoviy moddalar juda ko'p. Ular organizmni toksinlar bilan yuklaydi. Bunday ovqatni muntazam iste'mol qilish odamni sekin-sekinlik bilan diabet kasalligiga ham olib keladi. Siz yana qaysi mahsulotlarni ushbu ro'yxatga qo'shgan bo'lardingiz? Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring.